Xo'jaligingizda qo'chqor boqyapsiz, yaxshi semirmayaptimi, o'zgarish bo'lmayaptimi? Aynan bu video siz uchun. Qo'chqor olib kelgandan so'ng birinchi qilinadigan ishlar yaxshi semirishi hamda suyaklarni buzib, yaxshi muskul massasi yig'ish uchun, yaxshi natija olish uchun vitamin kompleks muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Teri osti hamda teri usti parazitlardan tozalash uchun ivermektin teri ostiga inyeksiya qilinishi kerak. Oshqozon ichak hamda jigar qurti va shu kabi xavfli bo'lgan parazitlardan butkul tozalash uchun immunoparazitan. Bu ham muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Shu tartibda bir hafta 10 kun oralatib 3 marta emlash ishlarini amalga oshirsangiz, har bir boqayotgan qo'chqoringizdan yaxshigina daromad olasiz. Bu videoni qo'chqor boqayotgan va foyda ola olmayotgan do'stlaringizga jo'nating. Albatta foydasi tegadi.